Men o'ylayman, hozir maqsadlarim 50% ni erishdim deb o'ylayman. Hali 50% oldinda turibdi. Men endi direktor bo'lib faoliyat boshlaganimda, ishlay boshlaganimda meni ustimdan yozishdi. Bu qachon operatsiya qiladi, qachon rektorlik qiladi va hokazo deb. Odam o'ziga kerak bo'lsa qiladi. Misol uchun men operatsiyamni ertalab tong payti soat 6:30 dan kelib qilaman. Soat 8:30 gacha operatsiyamni qilaman deb ketaman. Men mana shu o'zimda qilayotgan operatsiyamdan motivatsiya olamanki, bir qiynalgan bemorga yordam berdim, zavqlanib kun davomida kayfiyatim baland yuradi. Shu odam doim miyamda aylanadi, boshqa qiladi. Universitetda bevosita talabalar bilan gaplashib, pedagoglar har bitta muammoni hal qilganimda zavq olaman. Xohish bo'lganligi uchun. Misol uchun men rektorman deb 9 da ishga kelsam meni hech kim urishmaydi yoki 8 da kelsam urishmaydi. O'zi ish 9 da boshlanadi. 9 gacha men o'zimni xohishim, xohlasam uxlayman, xohlasam operatsiya qilaman.